nimaga pulli narsa ishlatasiz aka? Bu sizga aytdim-ku, mehnatku bu. Bundan roppa-rosa 2 oy oldin bitta restoranimizni dizaynini bitkizdik. Bizni kuzatayotganlar buni juda ham yaxshi biladi. Xudo xolasa hozir ustalar tushgan, u yerda ish jarayoni qanday ketyapti sizlarga ko'rsatib boramiz. Bizdan uzoqlashmang muhimi. Xudo xolasa har bitta detallarni ko'rsatamiz. Va bu videoni esa restoran qurmoqchi bo'lgan do'stlaringizga обязательно jo'natib qo'ying. Kapatorimi? Like bosing. Biz dizaynni qilgandik. Ustalar bu yerni salgina xatoliklarga yuz bergan. Bu yerda hozir mana shu yerni bitta ko'rib chiqamiz. Sizlar ahvolni qaranglar, nima? Shunday hamma joyi buzib tashlagan. Hamma ko'rib bo'lmaydi. Restoranning ahvoli shuni bilan ko'rib chiqamiz bu yerni. Ey, men bu yerda ularni ishlamayman deganim-ku men bu yerda. Assalomu alaykum. Nimaga pulli narsa ishlatasiz? Nimaga pulli narsa ishlatasiz aka? Bu sizga aytdim-ku, mehnatku bu. Birovni mehnatiga pul ishlatmay deganim-ku. Nima deganingiz bu? Birov mehnatini sindirdingiz. Ha, birovni mehnati. Men sizga pulli narsa ishlatmay degan. Kim qildi buni o'zi? Hasan degan, Hasan keling. Kim qildi? G'am bo'lasiz. Hasan sizmisiz, Hasan? Nima qilib qo'ydingiz bu yerda? Men sizga chuqur chiroyli dizayn berdimmi? Nima qilib qo'ydingiz? Qadrli do'stlar, mana shu restoranimiz ustasi bu Hasan do'stim bo'ladi. Birgalikda o'qiganmiz, 20 yildan beri birga ishlaymiz. Hozir mana shu joyni ko'rib turganingiz, dizaynni Kamina, ustachiligini esa Hasan qilgan. Dizaynni birga bir chiqqan do'stlar, prosta o'zlaringiz ko'rib baho berasizlar. Hozir montajda ko'rsatamiz. Shu etapgacha kelgan jarayoni. Restoranimizning orqa qismida rels joylaganligi uchun dekorativniy panolar va stroyniy tegalardan foydalanishga harakat qilganmiz. Sababi deformatsiya bo'lgan paytda yorug' tushishi yoki bu yerda ko'pchilik massaga odam bo'lishini hisobga olgan holatda bu yerda odamning ustiga yiqilish holati ham bo'lishi mumkin. Patologiyada esa gullardan foydalanamiz, ya'ni osma gullardan. Bu yerda esa tegalarning ichida podsvetkalardan foydalanamiz. Va xudo xolasa bitsa yana bitta chiroyli qilamiz. Bu yerda yana bitta usta akamiz borlar. Glavniy ustamiz Ilyos akamiz borlar. Keyin Hasan borlar. Biz bu 20 yildan beri bitta komanda bo'lib ishlaymiz. Dizaynini men, ustachiligini akalarim qiladilar, do'stlarimiz qiladilar. Xudo xolasa kuzatib boringlar. Bitsa yana qo'yamiz. Xudo xolasa bundan ham eksklyuziv ishlar hali oldinda. Hasanjon, baraka toping, ishni dafshudar chiqdi. Ilyos aka, hammasi hazirda? Bilmaysizlar. Bunga rozi bo'lasizlar. Odamlar komment negativ yozmasin, bunga rozi bo'lasizlar. Hammaga rahmat.